Sizlar so'ragan soya ko'rpalardan keldi. Bularni idishiga alohida ahamiyat berasizlar. Endi obzorni boshlaymiz. Bismillah. Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Haqiqiy soya ko'rpa mana shunaqa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ustki matosi jakart satin bo'ladi. Chetlarida shunaqa soya deb toshlar bilan bezatilgan. Endi men sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Haqiqiy soya qanaqa bo'ladi deganlarga men hozir sizlarga ichini ham ochib ko'rsataman. Mana qaranglar, chetida mana shunaqa zamochkasi bo'ladi. Zamochkani ochganingizda mana haqiqiy soya shunaqa limon rangda bo'ladi. Hozir bularni poddelkalari chiqib ketgan, ichi oqlikli soya deb sotishadi. Xudo xolisa mana haqiqiy soyani Maryam Xomdan olasizlar. Ya'ni issiqni maza qilib ishlatadigan ko'rpanglar bo'ladi. Endi men modelini ham qaranglar. Xolasanglar mana bunaqa print, kapalak tushirilganligi bor. Xolasanglar mana bunaqa gulligi bor. 5 kilo bo'ladi. 2 kishilik razmeri 2 ga 230 razmerda. Barchalarni kutib qolamiz. Agar yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Shu videomiz ko'plab odamlarga yetib borish uchun yaqinlarga jo'natib qo'ying. Barchalarni Maryam Xom do'konlarida kutib qolamiz.